Bilasizmi, kechagina 17 yoshli yigitni janozasiga borib keldim, qadrdonimizni farzandi. Ota-onasini holatiga endi vujudingiz titraydi-da. Lekin Yaratganning irodasi. Siz bilan bizni yuragimiz bir tekisda maromida uryapti. Nafas olyapmiz. Behisob shukr. Kimdir qayerdadir falon pul evaziga kislorod yordamida nafas olyapti. Aytishingiz mumkin endi. Abbo, shunga ham shukr qilishimiz kerakmi? Jonga tegdinglar, motivatorlar deb qo'yasizlar. Hamma o'zicha aqlli demoqchi bo'lganlar ham bor. Javobim shuki, xohlagan gapingizni gapiring. Mayli, lekin unutmang, sizni o'rningizda bo'lib, o'z oyog'ida yurishni, o'zini qo'llari bilan har ishni qilishni orzu qiladiganlar, ko'zlari bilan dunyoni ko'rishni xohlaganlar son mingta. Men bundaylarni bilaman. Salomatlik bu oddiy holat emas-da, bu mo'jiza, bu ne'mat. Shukr qilish ham aslida mana shunday kommentariylarni o'qiganimda bir ne'mat ekanda deb qolaman. Agar biz doim ishimda barakam yo'q, unim yo'q, bunim yo'q, e'tiborimiz faqatgina yo'g'imizda bo'lsa, umrimiz sifatsiz o'tib ketsinmi? Yaratgan bergan ne'matlarni sezmaymizmi shunda? Menga ayting, muqaddas kitobimizda nolagin sen zo'r bo'lib ketasan degan biron bir jumla bormi? Agar ha bor desangiz, shuning uchun shukr qilmayapman deng. Ikki qo'limni ko'taray. Xo'p, uzr deb. Chunki shukr qil, ziyoda qilaman deb buyugimni va'dasiga mani ixlosim nihoyatda baland. Shuning uchun gapiryapman sizlarga bu gaplarni.